Hop, salom do'stlar. Bugun VRGuard VPN'da ishlatishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramda bu faylni videoni YouTube'ga joylagandan keyin o'z Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Hop, yuklamalar jildiga saqlash tugmasini bosamiz. Hop, chiqib ketsa ham bo'ladi. Endi VRGuard VPN'ga kirib olamiz. Plus tugmasini bosib, birinchi import from file or archive degan tugmani bosamiz. Hop, bu yerda shunday joy chiqadi. Hop, biz bu yerdan mana o'sha fayl bir marta ustini tanlab olamiz va mana chiqdi. Buni hozir yoqmay turamiz. Chiqamiz bu yerdan. PUBG Mobile'ga kiramiz. Hop, PUBG'ga kirib olganimizdan keyin biror TD'mi yoki o'sha arenami, livikmi, любой karta xullas boshlash tugmasini bosamiz. Hop. Boshlash tugmasini bosamiz. Hozir kirib olsin. Yo'g'ini tushuntirib beraman. PUBG'ga kirib olganimizdan keyin PUBG'dan chiqamiz. VRGuard VPN'ga kiramiz va VPN'dan buni qo'yamiz. OK tugmasini bosamiz. Qo'yganimizdan keyin PUBG Mobile'ga qaytamiz. Videoda biroz qatish mumkin do'stlar, lekin sizlarda qatnamaydi, chunki siz ekranni o'qimayotgan bo'lasiz. Va yana zaletni yaxshilovchi ilova bor. Bunga ham kirib ko'ramiz. O'sha bu ilova hamma bilgan. Mana bu 90 FPS ilovasi. Ichga kirib olamiz. Ichga kirib olganimizdan keyin pastroqqa tushib, mana shu bolonni ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda mana bu sizda chiqib turadi. Buni bir marta yoqasiz. Bu yerda OK tugmasini do'stlar, eng kichkinasiga ko'pligini yaxshi. Mana bunday kattalashtirsa ham bo'ladi, lekin menga eng kichkasi qulayroq. Hop, shunday bo'lganda chiqamizda PUBG'ga qayta kiramiz. Menimcha qaytadan kiradi PUBG'ga. Yo'q, o'sha joydan boshlarkan. Qaytadan bosamiz. Xullas, bu joystickni dushmanga qarab o'q olsangiz 100% borib headlayadi. Barcha o'ldirganingizda 100% borib headlayadi. Hop, keyingi videolar skin hack o'rnatish yoki mana shunaqa VPN'lar o'rnatish haqida bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.